6-7 iyul kunlari yurtimizda Umra Plus ziyorat turizm ko'rgazmali tadbirlari o'tkazilmoqda. Yurtimizga Saudiya Arabistonidan jami hisobda 70 dan ortiq aviakompaniyalar, mehmonxona xizmatlari, shu bilan birgalikda turistik xizmatlarni ko'rsatuvchi ko'plab kompaniyalar tashrif buyurgan va o'z xizmatlarini mehmonlarga taklif qilishmoqda. O'zbekistonda joriy yilda 575 mingdan ortiq inson umra ziyoratlariga tashrif buyurgan va yildan yilga umra ziyoratlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Aynan mana shu maqsadda poytaxtimiz bugun mana shunday Expo ko'rgazmali tadbirga mezbonlik qilmoqda. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida rivojlangan sayyohlik va har tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalar mavjud. Ammo ular orasida umra va haj ziyoratlariga boruvchilarga xizmat ko'rsatish sohasi eng rivojlanganidandir. Shu sababdan kuni kecha Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlaridan 70 dan ortiq sayyohlik firmalari, mehmonxonalar va aviakompaniyalar vakillari o'z xizmatlarini taklif qilib O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Umra Plus ziyorat turizm tadbirlari doirasida ushbu kompaniyalar o'zbekistonlik hamkasblarga o'z xizmatlarini Expo tarzida taklif qilib, ko'plab kelishuv va shartnomalar tuzishga erishdilar. Shuningdek, tadbir davomida yurtimizning boy tarixiy merosi, madaniyati aks etgan kuy-qo'shiqlar yangradi. 2 kunlik Expo ko'rgazmali tadbirlardan so'ng faol ishtirokchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekistonda sayyohlik bozori yaxshi rivojlangani uchun hamkorlik maqsadida tashrif buyurdik. O'zbekistonlik juda ko'p travel tashkilotlari bilan ishlab kelmoqdamiz. Mehmonxonamizdagi 50% tashrif buyuruvchilarning barchasi O'zbekistondanligi gapimning isbotidir. Biz sizlar bilan ishlashdan juda mamnunmiz, chunki xalqingiz juda mehribon. Buning asosiy sababi ular tabiat va madaniyatni juda sevishganida deb o'ylayman. Ulardagi borliq va dinga bo'lgan muhabbati Madina mehmonlari orasida yaqqol sezilib turadi. Biz Hayah Group a'zolari barcha o'zbek birodarlarimizni Madinaga taklif qilamiz, chunki bizning mehmonxonada sizlar uchun barcha sharoitlar muhayyo. Hammamizga ma'lum, O'zbekiston mintaqadagi eng katta sayyohlik maskani va shuningdek eng ko'p aholi istiqomat qiladigan mamlakatdir. Yurtingiz aholisining katta qismi har yili umra va haj safarlari uchun Saudiyaga borishadi. Har bir tashrif buyurgan mehmonni esa adres Jabal Omar Makkah mehmonxonasi xush kelibsiz deb kutib olamiz. Bunday tadbirlar sayyohlarni jalb qilish bilan birga mehmonlarni ham to'ldiradi. Bizning mehmonxona doim birgalikda ishlab keladi. Bizda sizning yurtingizdan ajoyib hamkorlar bor va ular faqat va faqat biz bilan ishlab kelishadi. Lekin biz Makkaga sayyoh jo'natuvchi yana ko'proq sayyohlik agentliklari bilan tanishish niyatidamiz. Biz barchalarini intiqlik bilan kutamiz va chorlab qolamiz. Fikrimcha, O'zbekiston juda toza va kerakli mamlakat. Ishonamanki, bu yerda Saudiya Arabistonidan ko'plab insonlar istiqomat qilishadi va bu bizga juda muhim bo'lgan hamkorlikka yo'l ochadi. Rahmat kattakon. Hozirgi tadbir doirasida 70 dan oshiq Saudiya shirkatlari, bu aviakompaniyalar, mehmonxonalar va catering xizmatlarini bizlarga taqdim qilib turishibdi. Demak, bu nimada bundan tashqari qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Ozarbayjondan ham tur operatorlar tashrif buyurib turishibdi. Juda ham ko'pchilikni men ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni O'zbekiston Toshkent bugungi kunda markaz vazifasini bajaryapti va bundan tashqari hozirgi kunda mana hozir ko'p tojikistonlik tur operatorlar bilan gaplashdik. Qozog'istonliklar bilan o'zingizlar ham mana suhbat qilasizlar. Ko'pchiligi bugungi kunda O'zbekistonni, ya'ni Toshkent bo'lsin, Namangan vodiy bo'lsin, aeroportlarimizni hali hab nimasida nima qilishyapti, foydalanishyapti. Ya'ni u yerlik ziyoratchilar umraga ketishdan oldin bizdan o'tyapti. Bu juda katta yutuq biz uchun, chunki bu kelgan har bir O'zbekistonga kelayotgan ziyoratchi Toshkent orqali uchadimi, Namangan orqali uchadimi, kamida bir kun O'zbekistonda tunab, bir kun mehmon bo'lib ketyapti. Bu albatta hammasi O'zbekistonga iqtisodiga keladigan bu foyda. Bundan tashqari mana ertaga bu tadbirimiz tugagandan keyin Turkiyada, Istanbulda xuddi shunaqa tadbir bo'lib o'tadi. Unda ham ishtirok etyapmiz. Nasib bo'lsa, Turkiyadagi o'sha Naqshbandiy tariqatini nima qiladigan turk vatandoshlari bor. Juda ham O'zbekistonni yaxshi ko'rishadi. Ularni bu yerga jalb qilib turib, bu yer orqali uchishlarini tashkil qilish maqsad qilib qo'yganmiz. Chunki O'zbekiston shundoq ham yetarli darajada bugungi kunda Saudiya Arabistonga tanilib bo'ldi. Mana nimalarga ham qarasak, agar raqamlarga qarasak, o'tgan yili O'zbekiston fuqarolari Saudiya Arabistoniga tashrif buyurganlarning soni 525 mingdan oshgan.
milliondan oshgan O'zbekiston fuqarolari. Undan tashqari qo'shni Tojikistonni nimasini oldim, raqamlarini 115 ming bo'libdi. Qozog'iston 86 ming, Qirg'iziston esa 68 ming. Ya'ni 3 ta davlatni qo'shib hisoblagan edim. O'zbekiston 3 ta davlatdan 2 baravardan ko'proq ziyoratchi, ya'ni nimaga olib borgan, Saudiya Arabistoniga. Shuning uchun bugungi kunda Saudiya Arabistonda O'zbekistonning nomi, O'zbekistonning mavqei ancha yuksalgan. Ya'ni hatto Saudiya Arabistonida mana ko'pchilik e'tirof etadi, Makka, Madinada o'zbekcha so'zlashni boshladi. Mehmonxonalar, haligi do'konlarga kirsangiz o'zbekcha gapir. O'zbekiston so'mi muomalada yuribdi.